Assalomu alaykum aziz ustozlar hamda ijodkorlar. Ko'pchiligimiz laminatordan foydalanamiz. Lekin uni faqatgina bitta qizdirib yelimlash vazifasini bilamiz xolos. Aslida esa ko'pchilik zamonaviy laminatorlarda cold, ya'ni sovuq rejim bilan ham laminatsiya qilish imkoniyati bor. Keling, bugun qaysi holatda issiq, qaysi holatda sovuq laminatsiya qilish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu issiq rejim, ya'ni hot lamination. Bu eng ko'p ishlatiladigan usul. Valiklar qiziydi. Mana bu qismning ichida valik bor, ikkita bir-biriga teskari aylanadigan. Xo'p, ular qiziydi va maxsus termal plyonkani qog'oz eritib bir-biriga yopishtiradi. Laminatsiya plyonkasini ko'rgan bo'lsalaring, plyonkaning ichki qismida kley bo'ladi. O'sha kley erib yopishadi issiqlik ta'sirida. Qachon ishlatiladi? Qaysi qog'ozlar uchun ishlatiladi deydigan bo'lsak, darsliklar, tarqatma materiallar, sertifikatlar, o'quv flash kartalari va ko'rgazmali qurollar uchun juda ham mos keladi. Natijada material mustahkam, yaltiroq hamda suv o'tkazmaydigan zo'r bo'lib chiqadi. Endi esa sovuq laminatsiya, ya'ni cold laminationni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu rejim asli nima uchun? Bu usulda qurilma umuman qizimaydi. Ya'ni bu yerda issiqlik o'rniga mexanik bosim va bosimga sezgir maxsus sovuq plyonka ishlatiladi. Ya'ni sezib turganingizdek, issiq laminatsiya plyonka bilan sovuq laminatsiya plyonkani farqi bo'ladi bir-biridan. Xo'p. Aynan nima uchun kerak? Qaysi jarayonni ishlatamiz? Ba'zi materiallar issiqlikdan rangi o'zgarishi, erib ketishi yoki buzilishi mumkin. Masalan, termal qog'ozlar, cheklar, kvitansiyalar uzoq vaqtga saqlash uchun ularni biz laminatsiya qilmoqchi bo'lsak, albatta sovuq holatdagi laminatsiya jarayonidan foydalanishimiz kerak. Nozik yupqa stikerlar yoki issiqlikni yoqtirmaydigan foto qog'ozlar. Ana shunday nozik narsalarni shikastlanmasdan himoya qilish uchun aynan biz sovuq rejimdan, mana ko'rib turibsizlar, mana sovuq rejim ishga tushadi, shundan foydalanamiz.